Nechinchi yilsan? Yilingni ayt. 88. 88, 3 yosh kichkina ekansan mendan. Hisob kitobingni avvalo o'rgin, tushundingmi? Necha olaman ekan 3 yosh katta bo'lsam? Bu top zo'r ekan, aka zo'r. Meni ismingni aytmaguncha men tinch qo'ymayman seni. Nima bo'ladi? Sizlasam aytasan ismingni? Ha? Bunda aytmay qo'yor. Sizlaydigan odam yo'q. Men hayotimda birovni sizlamaganman. Hayotimda. Hayotingizdami? Hammani senlaganman. Videoga olyapman o'zi. Ol, libboy joyga tarqat meni. Libboy joyga tarqat. Olyapsanmi? Bo'l. Ha? Qatliman dedingiz. Marsdanman men. Instagramga qo'yib yuboraman. Libboy joyga qo'yib yubor. Ammo men bir qo'ymay senga. Xo'pmi? Yapsizmi? Nima? Voy. Nimasi? Nima bo'ladi? Ismingni ayt. Nodira. Nodira? Nima endi u ma'nosi Nodira? Qayerda bilaman? Internetga kiring. YouTube'ga kiring. Men telefon tutmayman men. Pulis gapirdi-yu, hozir maqtayotdi. Men kompyuter ishlatib yuraman. Bo'laveradimi? Notebookda gaplashib yuraman, mana qilib ko'chalarda men. O'zi bilinyapti, sirkda ishlaysiz. Bilinyapti deb o'zimga qarab gapiraver, bilinyapti deb har xil joylarga qaramasdan. Nima bo'lyapti? Nima bo'lish kerak? Nima ish qilasan? O'zi shundan gapir. Asabimni uzmay qo'yib men urib qo'yaman. Nima ish qilasan? Shundan gapir menga. Sen bitta narsani boshda aytib qo'yay, men boshda aytmabman. Senlaganimga xafa bo'lmagin seni. Xo'pmi? Xo'pmi? Senlaganimga xafa bo'lmagin. Men o'sha yoshligimdan senlab katta bo'lganman. Men haligindaqa narsalar bilmayman. Ana romantika, sevgi, muhabbat, qizlarga gap otish, yalinish, intizorlik, ana nima? Xushmuomala, munozamat, paxta qo'yishlar bilinmas, shuncha tars gapiraman. Ancha senlaganimga xafa bo'lmagin. Bu oddiy holatim bu meni. Bir-ikki marta gaplashib yurib, telefonda gaplashib, imoda, WhatsAppda, video yuzlarda gaplashib yurib, boshqa qilib tushunib olib, keyin ha, zo'r odam ekan degan fikrga kelasan o'sha sen. Xo'pmi? Tushuntiryapman-a? Video imoda. Men siz bilan gaplashim kerakmi shunda? Ha, o'shdan gaplashib yurganda men bir yo'l maqsadga o'taman. Bunday yoqdimi? Bo'ldi. Qarochi yo'q deyman, bo'ldi, tamom. O'sha yoqishga majbur. Menga gap otyapsizmi shunaqa adajeniya qilib? Gap otishga kiradimi shu hozir? Qilib, farosataman sal. Senda bormi farosat? Senda bormi farosat? Bo'ldi. Bir jupga bitta farosat yetadi bo'ldi. Yetadi. Oshcha. Boshqalarga beraveramiz farosat. Sizga yetkazib bera olmayman, lekin men o'zimga kerak farosatim. Pulga sotib ololmayman boshqa sizga. Senda ham 50% ishlar ekan xolos. 50% bilan shunchalik yurgan bo'lsang, qo'yib qolish kerak lekin. Oson emas. Birov taqallatyapti, ko'rdingmi? Bo'pti, menga telefon nomeringni yozib olmaysan. Mana telefon nomerini yozib ol. Hozirlashyapsizmi? Nima beraman? Eski nomerimi? Menga telefon nomerini yozib ol deyapman. Voy, yo'q dedim. Yo'q. Tushunyapsizmi? Yo'q, bermayman nomerimni. Yozchi, bitta nomeri. Nima qilasiz men nomerimni? Cho'rniga tiqib qo'yardim-da. Mabodo ertaga hozir meni ko'rgandan keyin hozir aytsa, ha deyapsan. Tushgandan keyin men nomerni qidirib yurib topadigan bo'lsang, tusha olmaydigan qilib qo'yaman-da. Andijondan siz rasmiyizmda Xo'pmi? Menga telefon qilib yurmagan nomerimga, xo'pmi? Tushundingmi? Meni nomerimni o'zi topa olmaysan ham sen. Meni nomerimni qidirib ham yurmagan hayotda, tushundingmi? Men bilan gaplashmoqchi bo'lib, nomerimni qidirib yurmagan. Men hech qachon senga nomerimni berib qo'yadigan odam emasman men ham. Sendan ko'ra men bu tovarga qattiq turaman. Hech qachon nomerimni 95 904 70 70 ligini hayotda bila olmaysan sen. Tushundingmi? Ha, bila olmaysan sen. Nima sen meni yo'lga qilyapsan? Nimasmisan? Uydan ketma, yaxshi gapirsam. Oshdan qilyapti mana meni. Sen nima meni oshdan qilib olding? Ha?
nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Nima bo'lish kerak? Ojicha qol tashab qo'ysangiz tashab qo'ying. Bo'lmasa Men hayotim to'xta tushmay tur. Yo'q, beshikda qachirasan. tushib ketaman. Girib bo'lib qolasan tashqari sovuq. Yo'q beshikda. Men hayotimda men qarab, men gapimni eshit. Erkak kishi gapirayotganda qarab turadi.